Endi qolgan himoya qurilmalarini qo'yishni boshlaymiz. Shulardan biri kuchlanish relesi. Buni qo'yishni tavsiya beraman. Mana o'zimni ham uyimda turibdi. Sababi liniyadagi kuchlanishga ishonch yo'q. Past bo'ladi, baland bo'ladi. O'sha liniyada qisqartirish shu bo'lsa, darrov baland kuchlanishga yoki past kuchlanishga chiqib qoladi. Mana shu vaqtda kuchlanish relesi himoya qiladi. Bu zubur kuchlanish relalarini ustunlik tomoni bularni ishlash reaksiyasi juda yuqori, tez ishlaydi. Endi ishga ketganmiz, Wi-Fi routerni tokka tiqamiz, muzlatgich bo'lishi mumkin, kompyuter bo'lishi mumkin. Mana shu vaqtda nimadir bo'lsa, bular bemalol liniyani uzib qo'yadi. Uyimizda iste'molchilar bir fazali bo'lgani uchun men 3 ta bir fazali kuchlanish relasi qo'yapman. Agar 3 fazali bo'lsa, qo'shimcha ular uchun alohida 3 fazali qo'yganimiz yaxshi. O'zi bu ikkalasi haqida video qilganman. 3 ta bir fazali yoki bitta 3 fazali deb. Bu videoni pauzaga qo'yib, iloji boricha o'shani birinchi ko'ringlar, tushunib olishlaringiz uchun.